Hurmatli do'stlar, mana qo'yxonani tozalash ishlari davom etmoqda. Alhamdulillah. Ana qo'ylarim. Desani, qochmasa namoram. Tozalashdan oldin. Ana bittishim. Ha? Ha? Pul? Man faqat shu megabayt bo'lsa kerak. Instagramdagi monetizatsiya YouTube'ga o'xshab pul ishlamaydi. Bo'tdagi monetizatsiya menimcha agar Instagram kanaling aktiv bo'lsa reklamada ochilib chiqadi. Masalan, men umuman reklama qo'ymayman, o'zimga aloqador biznesdan tashqarisiga. Qo'ysam ham ko'p pul so'rayman. Shuning uchun podpiska ko'p. Meni akkauntimda uncha reklama aylanmaydi. Unaqa 4000-5000 dollarlarga qo'ymayman masalan. Aka. Endi shuni orqasidan masalan reklama qilib ham reklamni biznes orqali ham pul topadiganlar bor. Masalan, men unaqa emas. Menga reklama chiqadi, lekin men qo'yib yuraman-da. Bitta 10 dan otaman, nima bo'lyapti bu yerda deb ko'pchilik qaytib ketadi. Manu onasini ham qilibdi. Mana qo'yxona tozalash ishlari ham mana o'z nihoyasiga yetdi mana. Anam ballari, mana bu oq qo'yimiz. Buning ismi Bobur. Buning xotini Nafisa. Ana ikkita egizaklar, anu mana birinchi turgan ozg'in qo'yim Asliddinning qizi va o'g'li. Hech qilib ani Garbachov, ani Jahongir turibdi ana kallasi ko'rmasdan. Anu qora qiz, bu Ulug'bek. Uni orqasida turgan yana bitta. O'shani onasi jigari, mana qizilmas jigari, u Murod. Sog' bo'linglar.